Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalaluddin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifler Tarihi namlı kitabındaki dersimizin devamında memnuniyetki hayat haqidagi dersler devam etyapti. Hamda Tariqning qizlari degan so'zdan maqsad nima deganda Xatibul Bag'dodiy Muhammad ibn Ziyad al-Arabiy rivoyat qilib, "Menga ma'mun odam avatibdi. Qishiq bag'a vaqtimda u Yahya ibn Aksam bilan bir bog'ning ichida ketib o'tibdi ekan. O ikkisiniki yiroqlab, mendan yiroqlab ketganini his qilib, ya'ni shu gapini anglab qolishni xohlagan bo'lsa kerak hamda darhol o'tdim dedi. Endi ular oyilni qishim kelgan vaqtida qo'pab assalomu alaykum ya xalifati rasulillah yoki ya xalifa degandek masalan xilofat kalimasi bilan salom qildimda uning Yahya ibn Asamga mundaq deganligini angladim. Abu Muhammad dedi. Yahyaning ismi Abu Muhammad kunyasi. Bu nimdiga adablik adam. Biz undan yuz o'rib, uning qishimizga kelishini xohlamagan shaklda uzoqlab ketsak, u o'tadi. Bizning kilovatqinimizni ko'rib, o'rnidan turib bizga salom berdi. Şo'lan bunda dedi, "Menga Hind bint Utbaning tövendeki so'zni bir so'zlab berib tushuntirib qo'ygan" dedi. Hind bint Utba Muaviyaning opisi. Arablar ichida chiqqan eng dangliq, jasur, batur ayollarning biri. Jahiliyat davrida shunday yashagan, islomiyatdan keyin yana shunday baturlarcha, qahramonlarcha yashagan oqso'ngaklardan. Abu Sufyanning ayoli bo'ladi, Hamzani o'tdagan, Hamzaninki jigirini chaynaganida qabih, yurki kuchli ayollardan-da shu vaqtga. Bu ayol ham Uhud urushida bir she'r o'qigan. Makka mushriklarni payg'ambarimizga qarshi kishkirtdi. Bu she'r bundaq: "Nahnu banatu Tariq namshi ala namariq, mashal qatl mahariq." Bunda degani biz Tariqning qizlari yumshoq yostiqlarda mangamiz. Xuddi oppoq sadab o'xshash bir qushning mang'indek dedi. Bir qita dedigan bir qush bor ekanda, ular mingishi bir xil ig'ir mangdigan, hayvatlik, jazbdor bunda qush ekanda. Demakchi bo'lgani bu endiniki agar biz g'alaba qilsanglar, sizlarni biz mushtaq qarshi olamiz. Agar oqonlik qilib chekinsanglar, urushda yonsanglar, biz sizlarni yoqtirmaymiz, so'ymaymiz demakchi bo'lgan endi bu. Bu she'r xil uzun bir she'r, har xil ma'nolarda, har xil variant shakllarda rivoyat qilingan. Endi mushadiki Tariq degan kalimani bu Tariqning qizi dedi. Mushadiki Tariq kim o? Chunki bu Hindining dadasining ismi Utba. Tariq emas. Mushadiki Tariq kalimasidan maqsad nima deb Ma'mun so'rayotdi. Bu kalimidagi Tariq nima o? Nima degan gap? Lekin men uning nasibiga qarasam, uning ota-bobasi ichida Tariq deb odam yo'q. Shuna dedim men Amirul Mu'minin uning nasibini men tez bilib ketmayman. Ammo balkim bu yerdan shu Tariq degan yulduzning ismi arab tilida shu yulduzni maqsad qilib shu yulduzga tavallik bildirayotgan bo'lishi mumkin. Bu bir xil o'zining go'zalligini, sohib jamolligini ifodalash o'zidan Tariq yulduzningki ismini keltirib o'ziga shu nisbatni bergan bo'lishi mumkin. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda yulduz bilan osmon bilan qasam deb shunaq degan dedim. Endi bu ishkalarning orasiz bo'lgan suhbatli bo'layotdi, lekin ma'munmo balki shu yulduzni maqsad qilgan bo'lishi mumkin deb o'zinki fikrni shoirga da'vatdi. Shu vaqtda bu shoir dedi, dedim men Amirul Mu'minin bu bir yaxshi ma'lumot bo'ldi deb shu gap dedi-da. Shundan dediki ma'mun men bu ishning ahli, bu ishni biladigan bir olimning bolasi dedi. Ya'ni bu arab til ilmini yaxshi biladigan bir odamning bolasi men shuni demoqchi-da. Bana bir amberni berdi deydi. Qo'lishna o'ynab yuribdi ekan. Amberni o bir dengiz mahsulotlaridan chiqadigan shu marvoyatga o'xshash bir sadab, endi bir xushpuroq ishlatilgan qimmatbaho narsamda. Uni men 5 ming dirhamga sotgan deydi. Abi Abbad rivoyat qilib, Ma'mun shu davrda aynı zamanda zamin jahon podshohlarining birisi edi deydi. Çünkü muş isimga en layık adam şu. Jahan padişahı deyişki bo'ladigan en layık adam dedi. Çünkü
Şu devrdeki cahanның birden bir padişahı bu. Ma'munның zekiligi ve delil isbatının güçlülüğü hakkında İbn Abi Duat rivayet kılıp bir adam xavarişlardan bolgan. Ma'munның huzuriga kiribdi. Ma'mun bununğa sual taşlap, "Sen bizga nima qarşı chiqsa?" deb savol qo'ysa, bu xavariç Allah'ın kitabidagi bir oyat bor, shu sababdan deb. Qaysi oyat deb so'rsa, "Estaizu billah." Kim Allah tushirgan narsa bilan, ya'ni Qur'on, hadislar hukm qilmagan bo'lsa, ular kofirlardir degan debdi. Yani bu oyatni qo'llanib, masalan, hozirga qadar mesela xato tushunib, xato tatbiqlaydigan avvallar zamonimizda mavjud. Shu davrdan bakanda shuni qilganda. Ma'mun debdi, undaqda Qur'ondagi mush mazmunlarniki tushirilganligi haqida tushirilganligini sen bilamsan debdi. Ha debdi bu xabarich. Shundan daliling nima debdikan, ümmet, umumyüzlük ümmet yani Müslüman cemaati bu Kur'an'ın hadisinden yani Kur'an'ın tushirilganligiga hamma ittifoq kelgan. Bu şey bulanın ittifaqı delil degan Ma'mun mundaq debdi. Sen ularning Qur'oni Karimning tushirilganligiga, nozil qilinganligiga sen ijmo kelganligidan sen rozi bo'lsan-yu, undaqda ularning Qur'onni tushunishdagi bir qism ta'vil tushunishlariga tushunishdagi ularning ittifoqiga sen rozi bo'l debdi. Degankin rast dila podshoyim deb xalifasiga Allohning salomi bo'lsin deb adovatni yug'an dedim. Demek bu xavarichning o'zining gapini o'zining so'zi orqali bu odam bekit qilib buni qoyil qilyapti. Demek dunyoda to'g'ri deyilgan, ilmiy deyilgan, logikalik, mantiqlik holatda deyilgan so'zdan kuchli narsa yo'q. Dunyoda birdan bir kuch nima desa, eng kuch insonlar orasidagi kuch so'z, nutuq. Nutuq san'atiniki nayt o'lchamlik, yuqori, safoliq bo'lishi haqiqiy kuch. Çünkü ezelden tatip dünyada şu söz urushni boshlaydiganmi, tinchlikni akildiganmi, bayashatlikni kishilarga jalb qildiganmi, yaxshi so'z, to'g'ri vaqtida, paytida deyilgan so'z. Hamda İbn Asakir Muhammad ibn Mansurdan rivoyat qilib, Ma'mun shundoq degan. Bir odamning sharaflik, bir ulug', yuksak odam ekanligining dalolatlardan, alomat belgilaridan o özün yuqori adamga zulm qiladi deydi. Lekin bu ulug'ga o'zidan tövət adam zulm qiladi. Mana bir sharaflik, isilzodilarga berilgan baho. Ya bunda degine yamandan, nochidan qo'rqmaydi deydi. Keskin uningga o'zining fikrini deyalaydi, uning so'zini rad qila oladi, uningga masalan xushamat qilib, podoqchilik qilmaydi. Ama özün tüven adamla bunun zulüm qilgan vaqtida bunun rahim qila oladi, kechira oladi. Yani bu da ulug' kishilarda bo'lgan bir yuksak bir fazilat. Kuch quvvati, sharoit bor vaqtida afu qilish haqida Said ibn Muslimda rivoyat qilib, bu kishi deydi, Ma'mun shundoq degan deydi. Bütün gunohkorlar mening mush afu haqidagi qarashimni bular bilsgan deb shundoq yoqtirma. Agar bilsa ularning qo'rqinchisi yo'qolib ketgan bo'ladi. Ularning qalbiga xushallik kirgan bo'ladi dedi. Demak, bu odam o'zimlarda kuchli bo'lish bilan birga afuni joyida ilib bora oladigan, ya'ni xalqni xursandmi qila oladigan, xo'shmi qila oladigan shakldagi podshohlarning biri deyishki bo'ldi. İbrahim ibn Said al-Javhari rivoyat qilinib, bu odam deydi, bir odam Ma'munniki huzurida tudida, endi bu jinoyat o'tkazib qilib shu kelgan hamda ko'rinib. Shuning bilan Ma'mun o odamga debdi, "Azbiroy Xudo, men seni cho'qim o'ttirman." Degandan bu gumondor debdi-da, "Podshohim, biroz menga tamkin bo'lsalar, muloyimlik, rahim, shafqat, afuning yermidir." Degandan bu seni o'ttirayman deb qasam qildim, men qasamimda yonolmayman demoqchi-da. Qanday qilaman degandan Alloh taolaning huzuriga qasamlarini buzib borganlari bir qotil bo'lib borganlardan yaxshi degandan shuni bilan darhol buniki ozod qilib yo'lni qo'yib bergan dedi. Nima qaranglar, mana shu qanday vaqtida nimani deyish, qanday gapni deyishni bilishning o'zi
nutq san'atidagi eng yuqori bir talant nima u. Mana ma'vo jinoyatchiniki degan gapi darhol xalifaniki qalbiga kirib eritayotgan gap bu yerda. Hamda Xatibul Bag'dodiy Abbasil Abdusalom ibn Salih rivoyat qilib, "Ma'munning huzurida bir kuni qo'nib qoldim. Endi bu chiroqchi shu jarayonda uxlab qoldi" deydi. Ma'mun o'rnidan turib, qo'pab o chiroqni endi o'ngshab qildida. Endi ayni vaqtida endi hozirgidek masalan to'qli yo'q odatda. Endi u vaqtdagi masalan shamli bo'ladi yoki bo'lmasa panarli bo'ladi. Shuni yiqish, shunga moy quyish, pilikini o'ngshash va xili avorchilik ishlarida. Bunday ishlarni endi xalif qilib yurmaydi odatda. Ondan sonra bir lam chiroq yiqilmaydi, bir necha chiroqli yiqildi o'rta saroy deganda. Endi bu ma'mundan bundoq deganligini anglagan edim. Men ba'zida suxollarda bo'lib qolaman deydi. Xizmatchilar meni tillaydi deydi. Hatto menga suvni ekib bermay xop qiladigan ishlar bo'ladi. Mening ularning bu gaplarini anglaydiganligimni bilmaydi deydi. Anglab turma deydi-da. Ularni lekin afv qilib o'tdim. Bundan avvallar nəhayət ko'p uchraydi. Bundan esilzat odamlar bo'ladi. Abduqodir Maqsum deb Qashqar itiqoniki bir xotibi bo'lgan. Yo'q-ku endi u odam hozir. Bu odam shu Qashqar Islom institutiniki dangliq o'qituvchilarniki biri. Nəhayət ko'p iz qoldirgan Qashqarda. O'zi Feyzvatliq shu Qashqardagi dangliq ulamolarniki qatorida sanaladigan xili ilmi chin ustozlarniki biri. Bu adam şu Qashqarda Islom institutida dars o'qiyotgan vaqtida bu odamniki turdigan vaqtida qo'ndigan o'rinlarmi vaqtida Qashqarda chunki hamda ba'zi vaqtda yangichigan vaqtlar shaharda nimasi yo'q, uy yo'q, turdigan yerlarni nimarak hamda biroz biyab hamda Qashqar shu maktabda yetib qolib odamda. Shu oraliqda bu nəhayət aqlli, zeki adam bu. Bu hamda o'quvchilar degan har xil bo'ladi, kapsiz bo'ladi bu taliblar degan. Bir kunsa bolalar shu nimedagi vaqtlarda o'quvchilarimda bomdod namozida o'qib shu paytlarda masjiddan yinib yotqiga kirdida. Bu odam balduroq kiriblar, bolalarniki yotqining birisiga kirib, shu pardan tortiblar, biror bola yo'q bolam kamidanma, pardan tortiblar uxlamabdi u yerda. Bola kirgichilik, namozdan chekchilik. Bu bola chirib, noshta qilib, choy ichib, paranglashib o'tirdi hamda. Şu jarayonda maktab bolalarning ustozlarning hammasining gapini qilib chiqilgan gapda. Hammasining g'ayba shikoyatini qilib, palani anda dars o'tdi, ustani manda dars o'tdi deb bu odamning o'zining gapi bor bu oraliqda. Bu odam chan to'may 1-2 soat yolg'ondan uxlagan bo'lib yetib olib. Chunki u yotoqlida 8 dan tortib 10gacha bola bor. 2 qavatli qo'shkorvat hamda Qashqardagi maktabniki. Hammasidan masalan parda tortiqliq. Pardon tatib etsinler bilmeydi kimden bağlıqını. Hem de o Abduqodir Maqsumning bağlıqını kim bilsin balalardan. Bütün balalarniki şu g'ayva shikoyatlarini, o'qituvchilarning qaqshig'anlarini, hatto o'zini işte tanqidlab, yomon gapni qilganligini anlatdi. 1-2 soat o'tgandan keyin qo'pablan, balalarım gap qilmay, shundan yotoqdan chiqibdi hamda. Balalarniki hech qanday o'ziga sanmagan ekan. Mayli maktabda bo'lsin, mayli so'rinlarda bo'lsin. Ammo lekin balalarning o'ziga sanmagan bilan bu odamning ash gapining hammini anglab, balalarning o'ziga bir qaylatib chiqitishi odatda yotoqdan. Bu balalarga munoat ig'ir bu yerda bir dars bo'lgan gap bu yerda. Demak bu ma'munniki shu ishlar bilan sal o'xshab qolgan qissaga shu deb qo'yishni loyiq topdim. Chunki Abduqodir Maqsum ham Qashqardagi shu yaqin zamondagi xili yetuk ulamolarniki bir sanaladi. Aqliy quvvati nihoyat yaxshi. Imom Sovli Abdulloh ibn Bawwab rivoyat qilib, Ma'mun xiyolni ko'p qilgan odam edi dedi. Hatto ochchig'imizni keltirib o'tdi. Xiyolni ko'p qilib boshqa odam ish qiladi bu jarayonda. Bir qitim Dajli daryosi ostida misvoq qilib o'tdi Dajli daryosida. Bu ham aramızda bir perde var, to'sanchi var. Biz onun oldida shuna o'rib turmiz. Shu jarayonda bir mallah, ya'ni bir kiyimichi o'tdi orliqda. Yahlim iborat bir xiyolnicha qildi deb to'q, meyadik ma'nosi bu bek kang qo'saqlik qiladi degan mazmun ekan. Shu orliqda hamda bir kiyimichi o'tibdi-da, bu kiyimichi debdi-da, Ma'mun mening ko'zimga o'q otdi deb o'ylamishlar. Haqiqatan u oksini o'tadi emas, mufkisini. Yani demek çoğunu bir yerde
bir xil zolim o'qishni o'tgan degandek bir puroqni bermoqchi. Men buni anglatdi da perdnaqista dengizning bo'yida, nima? Daryoning bo'yida. Bu odam deydi, azbiroy xudo faqat kulib qo'ydi deydi, tabassumli qilib qo'ydi deydi. Men boshqa gap qilmabdi. Bizga mundaq dedi. Atrofdagilar debdi-da o'zinki shu qo'mondon sanog'ullarga. Qanday biroq bir ilonli va charangli va ma isizat edimning ko'ziga bir o'q etdi. deb yani chaqchaq shakldirek mushkabda qilgan edi dedi. Xatibul Bag'dodiy Yahya ibn Aksamda rivoyat qilib, "Men bundan isl mard odamni ko'rmagan" dedi. Sehi. Bir kun so'ng qishida qo'ngandan buni o'tel tutib ketdi. Shuning bilan o'zing og'izni shu ko'ngli bilan to'sib olgan dedi og'izni. Men o'g'inib ketmay, mening o'g'inib ketishimdan ansirab, ashta qilgan edi dedi. Bu viloyatda bir eslizodlik chiqib turdi bu qilmishdan. Ve bu adam müştak deydigan ekan, Ma'mun adolatning eng beshi bir odam o'zinki mush atrofdagi sanog'on vazirlar orasida adil bo'la olsa, bu adolatning besh bo'la oladi. Ondan ulardan keyingilarga, bu eng to'van qatlamdagi asosiy qatlam shu xalq fuqarolar orasida ondan bu adolat taraydi deydi. Demak, adolatning beshi o'rdida, qishimda demakchi-da. İbn Asakir rahmetullah aleyh Yahya ibn Halid el-Bermekide rivayet qilib, "Bana Ma'mun mundaq degan edi" dedi. Yahya, sen kishilarningki ehtiyojini mush o'rindashni o'zing fursat bil buni. Bu dunyo falaktiga aylanib turdi, zaman aylanib turdi. Bu zaman bek rahimsiz dedi. Bir odamni bir holati yashqil qo'ymaydi. Bir nimet, boyashatlik bir odamda bir davlat mangu davom etmaydi deb shunaq degan edi dedi. Degandek shunaq bo'ldi. Masalan, Xolid Barmakila oilasi, masalan Yahya ibn Xolid, Ja'far ibn Yahya bo'lsin, bular davlatni Ma'munning dadasi Rashidning zamonida davlatni ajoyib tutib turgan. Shu vaqtda hamda Ma'munlar bir kichik bir amirlarda hamda atrofda bir kichik bir davlatligi bir rayonlarga ega bo'lgan. Shu paytlarda deyilgan gap, ya'ni Barmakila oilasi vayron qilishdan burun deyilgan gaplar ma'lum. Degandek shunaq bo'ldi-ku odatda. Butun Barmakilani qirib tashlabdi o'tirib. Hatto Rarim Rashid bilan bir onini tang emib cho'ng'olgan bir yotqanda yetib cho'ng'olganlar bu Yahya ibn Barmakila, Ja'far ibn Barmakila deganlar. Shunda bo'lsa-mi rahim qilmay o'tirib Rashid. Abdullah ibn Muhammad az-Zuhri rivoyat qilib, Ma'mun mundaq degan. Dalil isbotning kuchlik bo'lishi taqdirining kuchlik bo'lishidan menga so'yimlikdir dedi. Chunki mundaq dalil isbotning mantiq so'zning nutqning kuchlik bo'lishi dalil isbotning menga kuch quvvatlik bo'lishidan so'yimlikdir. Chunki kuch va quvvat ma'lum vaqt o'tgandan keyin yo'qoladi. Ammo dalil isbot mangu yo'qolmaydigan kuch degan. Hamda Atbida rivoyat qilib, Ma'munning mundaq deganligini angladim. Sening go'zal niyatingga, boshqalarga berilgan go'zal niyatingga sana rahmat etmagan odam, sening go'zal qilgan qilmishingga vafo qilmaydi, rahmat etmaydi degan. Bu o'rnashtirishlik nihoyat muhim bir dars Ma'munniki. Bu balki Ma'mun o'zining hayotida, davlat hayotida beshining ko'chirgan bir hikmat bo'lsa kerak. Davrimizda shundoq. Yaxshi niyatingizga o'sal muomalada bo'lgan odam yaxshi ish qilsangizmi mangu sizga o'sal muomala qildi. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.